Sizlar ham shunaqa bo'lganmi? Burger zakaz qilasizlar-da, sizlarga qanaqadir ho'l, nam burger olib kelishadi. Nam burger shunchalik yumshoqki, ana yumshoq so'zga ham unaqa yumshoq emas-da. Nam burger yeganingizda sizdan nima ichasan deb so'rashmaydi. Yeb bo'lganingizdan keyin tashqariga bunday chiqsangiz, dunyo shunchalik qup-qurumi deb o'ylaysizda. Hamma joyda ham unaqa emas. Ayniqsa Los Angelesda yaqinda chiqqan mozzarella burger, undan tashqari hot legs va xuddi o'shani suyaksiz. Hozir birgalashib siz bilan tatib ko'ramiz. Rasmiyatchilik yig'ishtiringlar-da, bitlishgan borligini tan olaylik. To'g'risi mozzarellani juda ham yaxshi ko'raman, lekin men bu opa gapimni bo'ldilar. Mozzarellani juda ham yaxshi ko'raman, lekin burgerni uni yeb ko'rmagandim. Shuning uchun hozir sizlar bilan birga o'sha xatoni to'g'rilaymiz. Og'zimda qanaqadir romantika bo'lyapti. To'g'risini aytsam, romantikaga ozgina yomg'ir qo'shamiz. Juda ham sochni bilmadim, nimalarga botirgisi ham kelmayapti odamlar. Просто mana shunaqa yeb, даже mana suvni ham ichgisi kelmayapti, ana mazali aralashib ketmasligi uchun. Qarab o'tirman, har ikkinchi odamda mozzarella burger, sizlar har ikkinchi bo'lsanglar, ana har birinchiga yetkazib qo'yinglar, ular ham mozzarella burgerni zakaz qilishsin. Master-klass o'tkazaman qanotli yeyish bo'yicha. Qanot yeyishdan oldin souslarni ochib olish kerak. Bu yerda o'sha lager ikkiga bo'linadi, ya'ni kimdir suyini ushab yeyishga qiziqadi, kimdir esa man. Lekin ko'rinishidan juda ham appetitli. Birinchi qaraganingizda croissant deb o'ylaysiz, lekin yo'q, bu suyaksiz hot legs. Mozzarella burger, hot legs va hot legs suyaksiz barcha Los Angeles filiallarida. Nima deyotgandim? Nu вот. Burger mana shunaqa bo'lishi kerak.